Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqa burxondir deganlar. Diqqat qiling azizlar, sadaqa burxondir. Ya'ni hayoti chog'lik paytida ko'p yaxshiliklar, xayr ehsonlar qilgan insonga alohida burxon belgisi berilar ekan. Ya'ni qiyomat kuni mana shu burxon belgisi bor bo'lgan insonlardan hayoti chog'lik paytida molingni qayerdan olding-ku, qayerga sarf etding deb so'ralmas ekan. Subhanalloh. Mana bu nima? Ajr qorasedana. Aynan shu hadisga muvofiq biz har ishimizda xayr ehson, sadaqalarni ko'zlaganmiz, niyat qilganmiz. Siz ham ajr qorasedanani har bitta donasini ichganingizda, agar o'sha niyatni qalbingizga tutsangiz, har bitta donasida ehsoningiz bor, sadaqangiz bor, yaxshiligingiz bor azizlar. Buni o'ylab, chuqur o'ylab turib, Alloh ilhomlantirgani bois vujudga kelgan bir tizimda, go'zal tizim. Nafaqat jismi joningizga yordam berasiz. Bu kuch-quvvatdir, immunitetdir, kasallarga davodir, o'limdan boshqa har dardga davodir deganlar Payg'ambarimiz alayhissalom. Qolaversa, bundan chiqqan daromadning 30%ni biz ehson qilayotganimizni, yetimlarga, miskinlarga, zaiflarga, muhtojlarga berayotganimizni ko'ryapsiz. Muammolar hal bo'layapti, dillarga, xasta ko'ngillarga xursandchilik kirib boryapti. Demakki, siz ajridan benasib qolmayapsiz, oxiratingizga zaxira bo'layapti. Inshaalloh, agar bu ishlarimizda davomiy bo'lsak, bizga ham burxon belgisi berilajak. Ajrdan oling, ajr oling. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. Ajr qorasedana bo'ladimi? Ajr family bo'ladimi? Bu faqatgina foydadir. 7 yoshdan 70 yoshgacha tavsiya etiladi. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bu tijoratlarimiz yanada yuksalsin, keng bo'lsin va ikki dunyoda bizlarni quvontirsin. Inshaalloh burxon belgisi muborak bo'lsin degan tabriklarni eshitish hammalarimizga nasib etsin. Ham salomat bo'lasiz, ham saxovat qilasiz.